Salom bilan Timur. Bugun men sizlar kutgan OnePlus 15 flagman telefonini olib kelib qo'ydim. 12 GB operativ xotira va 256 GB flash xotira bilan. OnePlus o'zi Xitoyning kompaniyasi do'stlar. Lekin bu kompaniya Amerikani bozoriga juda ham seryoz ravishda kirib oldi va amerikaliklar juda ham ko'p bu telefonni tanlayapti. Bu telefonning konkurentlari kim? Biz olib chiqqan Pixel 10 Pro XL, ana undan keyin Samsung Galaxy S26 Ultra va iPhone 17 Pro Max ham buni konkurentlari, odnoklassniklari hisoblanadi. Masalan, Pixel 10 Pro XL 256 GB versiya bilan $1100 atrofida turadi O'zbekistonda yangisi. Galaxy S26 ham shunaqa $1100 atrofida turadi bazaviy versiyasi. iPhone вообще kosmosga uchib ketgan, hozirgi paytda 256 GB versiyasi $1500 turibdi do'stlar. Bu telefonimizni global versiyasini yangisi $900 ni tagiga boradi. Даже 900 ga ham yetib bormaydi do'stlar, tushunyapsizlar? Masalan, meni qo'limda turgan OnePlus bu global versiya emas. Bu Xitoyning bozori uchun chiqqan variant va bu ishlatilgan. Masalan, mana shu BU ning narxi hozirgi paytda $700. Azam Xo'ja akaga rahmat aytib qolamiz. Bizga mana shu telefon berib turganlar uchun sotmoqchi bo'lsangiz mabodo opisaniyada qoldiraman nomerlarini va mana shu Xitoy versiyasini yangisi esa $780. Qarang, yangi telefon Xitoy versiya $780, global versiya $900. Tushunyapsiz farqni? Ya'ni bu meni o'zimning subyektiv fikrim. Bu holatda global versiyasini olish menimcha besmislенно, ya'ni ma'nosiz. Nega? Chunki siz birinchidan $780 yangisini olib pul ekonom qilyapsiz. Bu bir. Ikkinchidan, bu versiyada zapis zvonkov bo'ladi. Bespalivni, ya'ni siz boshqa odamga bildirmasdan zvonoklarni zapis qilishingiz mumkin. Bu ikkinchi преимуществоsi va uchinchi narsa, bunga ham siz bemalol Play Market o'rnasangiz bo'ladi. Buni o'zini встроенный magazin приложениесі bor-ku Xitoyniki. O'shaning ichiga kirib Play Marketni yuklab olib, keyin Play Market xohlagan narsangizni yuklashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana hammamizning oldimizda savol turibdi-da, OnePlus 15 ning muvaffaqiyat formulasi nimada? Bu flagman telefon bo'lganligida va narx bo'yicha mana bu qolgan odnoklassniklar bilan zo'r konkurensiya bera olishida. Tushunyapsiz-a? Ochib ko'ramiz do'stlar. Aynan siz uchun men buni qaytadan zapakovka qilib qo'ydim, upakovkasini ko'rsatish uchun. Tak. Bu yerda hech narsa yo'q. Okey. Tak, mana bunaqa qog'ozchada keladi. Buni ochamiz, bu yoqqa chetga olib turamiz. Korobkasining ichidan yana quvvatlagichimiz chiqadi, 120 vatlik, ko'ryapsiz-a? Va qizil mana bunaqa shnuri chiqadi. Masalan, buni tashqi ko'rinishiga qanaqadir boshqacha yondashilgandek ko'rinib turadi. Bundoq qaraganingizda iPhone nima sotib yuboradi, Google Pixel nima sotib yuboradi. Lekin masalan, buni atrof ramkalari alyuminiydan qilingan va o'sha alyuminiyning ustiga maxsus soft touch mat qoplam bilan qoplangan va xuddi o'shanaqa qoplam orqa tarafida ham bor. Ya'ni отпечатки пальцев bu yerda qolib ketmaydi va qo'lda turishi qanaqadir boshqacha, o'zgacha. Telefon полностью matoviydek turibdi qo'limda. Masalan, mana bu logotipini joylashuvi, kamerasini bir tarafi uzunchoq bo'lganligi, bir tarafi esa отдельно bo'lib turganligi, bu o'zgacha yondashuv. O'sha iPhone'ga o'xshab qolmasin deb maksimal tarzda bu yerda harakat qilishgan. Nimaga bu telefon haqida ko'p odamlar gapiradi desangiz agar, masalan aytaylik, mana iPhone 17 Pro Max ham gabaritlarini o'lchaydigan bo'lsak, bundoq qarang, bir xil, ingichkaligi ham bir xil, bo'yi ham bir xil, hamma joyi bir xil. Lekin mana bu OnePlus ning ichida 7300 mAh hajmga ega batareya turibdi. Mana bu ulg'ri iPhone ning ichida esa 5000 mAh. Mana qayerdan wow effekt kelib chiqadi. Mana nima uchun telefon haqida odamlar gapirishni boshlaydi. Qaraydi, bundoq taqqoslab ko'radi. O, to'xta dedi, men o'sha korpus, o'sha hajmni olyapman, lekin batareykasi ko'proq. Конечно, telefon haqida gapirishni boshlaydi keyin odamlar. И тем более bu flagman. O'sha ingichka korpusning ichida katta batareya bu odamlarga eng oson yetkazib bo'ladigan xarakteristika telefonda. Tushunyapsiz-a? OnePlus 15 odamlarni 3 ta narsa bo'yicha tseplyat qiladi. Birinchisi bu batareyani kattaligi, bu haqida gaplashdik. Ikkinchisi bu quvvat olish kuchi, 120 watt kuchni qo'llab-quvvatlaydi. Uchinchisi bu narx. Flagman, topovoy flagman. Mana bu ham topovoy flagman. Onasini bizning mana bu ham topovoy flagman. Pixel 10 Pro XL ham topovoy flagman. Lekin hammasidan ham bu arzon. Hammasidan ham arzonroqda, yangisi arzonroq. Bu telefon o'zining konkurentlaridan nima bo'yicha ustunroq? Mana tablitsani chiqarib qo'ydim. Qaranglar, birga ko'ramiz. Batareya bo'yicha OnePlus 7300 mAh, S26 Ultra, Pixel 10 Pro XL, iPhone'larda 5000 mAh atrofida. Zaryadga keladigan bo'lsak, 120 wattni qo'llab-quvvatlaydi quvvat olish kuchi. S26 Ultra, Pixel 10, iPhone'lar 45 watt, 30 watt, 30 watt atrofida. Displey keladigan bo'lsak, bu yerda yangilanish tezligi 165 Hz do'stlar.
Qolgan konkurentlarning hammasida 120 Hz. Ya'ni bu nima degani? Bu deganiki, bu telefon gamerlarning kushandasi degani. Keyingisi bu narx. Xitoy versiyasining yangisi $780, global versiyasi $900. Mana bu qolgan konkurentlari esa $1100, $1400, $1500 u yoqqa kosmosga uchib ketaveradi. To есть OnePlus o'zini mana shunaqa xarakteristikalari bilan va kamroq narx turishi bilan olib ketyapti-da, tushunyapsizmi? Ana endi bu telefon o'zini konkurentlaridan qayerda qolib ketishi haqida gaplashamiz. Kamera OnePlus'da 3 ta kamerasi ham asosiy keng burchakli va telefotosi ham 50 megapikseldan. OnePlus oldinlari Hasselblad bilan kollaboratsiya qilgan ekan kamera borasida. Ana endi buni kameralari o'zini dvijok asosida qilinganligi uchun rasmlari ancha sifati yaxshilangan. Lekin bu telefonimizni fonida Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max va Google Pixel Pro XL ni kamerasi baribir bunikidan oldinroqda. Chunki men hamma mana shu gapirgan telefonlarimni kamerasini sinab ko'rganman va buni ham kamerasini sinab ko'rdim va sizga shuni sinovdan o'tganligi uchun shuni gapirib beryapman. Hamma holatda ham emas. Masalan, 30x zoomda Galaxy S26 yaxshiroq natija beradi. Yorug'lik kamroq bo'lib qolgan paytda iPhone yaxshiroq natija beradi. AI darabotka bo'yicha masalan Google Pixel hozir juda ham zo'r natijani ko'rsatyapti. Ikkinchi masala bu OnePlus ekotizim bo'yicha masalan iPhonedan qolib ketadi. iPhone o'zining xarakteristikalari bilan masalan yutib keta olmaydi, maqtana olmaydi, lekin mana bu qurilmalarni ulanishi bo'yicha, ekotizim yaratilganligi bo'yicha va programmalar ishlashini, ya'ni iOS yillar davomida qo'llab-quvvatlanib kelishi bo'yicha iPhone baribir ekotizim bo'yicha o'tib ketadi. Masalan, OnePlus'da bunaqa imkoniyatlar yo'q. Keyingi masala bu status va brend. Markaziy Osiyoda masalan iPhone tutish bu hali ham status simvoli deb hisoblanadi ekan, do'stlar. Afsuski. Samsung Galaxy S26 Ultra bu ham iPhone'dan kam joyi yo'q, narx borasida ham bu seriyozniy flagman hisoblanadi. OnePlus 15 esa mana shu telefonlarning ichidan o'ziga aynan nima kerakligini to'g'ri biladigan va aqlli tanlov qiladigan odamlarni tanlovi deb hisoblanadi. OnePlus 15 ning mashhurligining sababi bu dunyodagi eng zo'r telefonligi uchun emas, balki bu eng выгодный flagmanligi uchun. Bu telefon konkretniy zaprosga javob beradi. Masalan, menga juda ham kuchli protsessor kerak, juda ham katta batareyka kerak va juda ham tez quvvat olish kerak va men $1300 pul to'layim kelmayapti degan odamlarga mana shu telefon javob beradi. Chunki bunda haqiqatan ham juda ham kuchli protsessor turibdi. Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 plus 12 GB operativ xotira. Displeyni 165 Hz ligini aytdim-ku, lekin hajmini aytmayapman. Bunda 6.78 dyuymli AMOLED displey o'rnatilgan, do'stlar. Ishlashiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Faqatgina mana shu Xitoy aerogliflari meni sal napregat qilib turibdi, xolos. Maksimal yorug'ligi 6000 nit. Hozirgi telefonlarga juda ham yaxshi konkurensiya beradi degan 6000 nit bilan. IP69 standarti bo'yicha suvdan va changdan himoyalangan. Bu degani basseyn tagiga tushib yozda bemalol anaqa letniy video rasmlarni ham qilsa bo'ladi. Bu telefonning o'zi korobkadan Android 16 da keladi va buni o'zini maxsus obolochkasi bor ekan. Uning nomi Oxygen OS 16 ekan. Yana bitta aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa, bu qanday qilib bular bunaqa kichkina korpusning ichiga bunchalik katta batareyani tiqqan deysangiz agar, bular ham xuddi Honor'dagi ish tutgan, ya'ni buning ichida litiy ionli emas, balki kremniy uglerodli batareya tiqishgan. Yana bitta afzallik tomonini topib oldim, do'stlar. Masalan, bizning iPhone'imiz maksimum sim bo'yicha 30 watt kuch bilan quvvat olsa, to mana bu OnePlus'imiz беспроводной sposob bo'yicha 50 watt kuch bilan quvvat olish imkoniyatiga ega. Biz tezaratkani ham qo'llab-quvvatlaydi, albatta 15 minutda 0 dan 50% gacha quvvat oladi. Ishlab chiqaruvchining o'zini garantiyasi berishi bo'yicha bu batareykaga 1100 ta siklga garantiya bergan. PUBG tezga keladigan bo'lsak, do'stlar, o'zingiz ko'rib turibsizlar. 119, 118, 120 FPS ni beryapti. Va bu yerda ekrani 165 Hz bo'lishligi iPhone'da PUBG o'ynashdan ko'ra ko'proq lazzatni beryapti va silliqlikni beryapti swipe qilayotgan paytingizda. Shaxsan meni fikrim bo'yicha bu telefon aynan o'yin o'ynashni yaxshi ko'radigan gamerlarga prям super tushadimi deb turibman. Nega? Chunki bu o'zingiz ko'rdingiz, batareya juda ham katta, quvvat olishi tez, displey 165 Hz Carol va undan tashqari topovoy железо turibdi. Snapdragon 8 Elite Gen 5. Lekin barcha mana shu telefonlarning hammasini bittagina muammosi bor. Bu perigrev, do'stlar. Perigravga iPhone ham uchlaydi, throttling uchlaydi, qochishni boshlaydi, yarqis tashlab yuboradi, Samsung ham uchlaydi, Pixel ham uchlaydi.
hammasi uchraydi va bu telefon ham не исключение. Va bu muammo telefonlarning muammosi emas, o'zi aslida. Bu muammo protsessorning muammosi. Ya'ni Snapdragon 8 Elite Gen 5 hamma telefonda bir xil qiziydi do'stlar. Savol shundaki, qaysi ishlab chiqaruvchi mana shu issiqlikni yaxshiroq tarqatib ola oladi? Bu telefon ana endigina chiqqanda amerikanskiy texnologlar, masalan, Android Authority mana shu telefonni o'yinda test qilgan ekan va birinchi bergan revyusiga asoslansak, bu telefon nima deydi, pregref testini o'ta olmadi degan. Ya'ni bu telefon juda ham tez qizib ketadi ekan. Juda ham tez. Tam 15 daqiqada 56 gradusga chiqib ketdi buni temperaturasi deb post yozgan. Va bu telefonning pregref bo'yicha natijasi ana endigina bozorga chiqqan paytida o'zini odnoklassniklari iPhone 17 Pro Max, u paytda hali S26 chiqmaganda S25 Ultra va Pixellardan eng yomon natijani ko'rsatgan ekan pregref bo'yicha. Lekin bu muammoni xitoylik kompaniya ko'rgan, bilgan va yangi обновление chiqargan. Yangi обновлениеdan keyin bu telefon yangicha nafas olishni boshlabdi. Uje natijalarini men ko'rdim, bildim, o'qidim, research ham qildim-da. Qaranglar do'stlar. Va o'sha обновлениеdan keyin mana bu OnePlus 15 o'yinlarda, siz yoqtirgan Call of Duty, PUBG larda eng yaxshi natijani ko'rsatishni boshlagan. Aynan обновлениеdan keyin, masalan, PUBG ni oladigan bo'lsak, bu telefon 30 minut daqiqada bez throttling, bez hech narsa, hech qanaqa motion tushishigacha o'ynagan. Vaholanki uni odnoklassniklari iPhone 17 Pro Max, Pixel, Samsunglar 30 minut bo'lmasdan turib уже throtlingga uchragan. Umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, masalan, o'yin borasida bu telefon pregrefga uchragan, muammolar bo'lgan, lekin обновление chiqqan va bu muammo haqiqatan ham yechilgan va ana endigina buni o'yinda ko'rsatgan natijalari hamma flagmanlarnikidan ko'ra yaxshiroq. Chunki bu OnePlus ning muammosi emas, bu chipning muammosi. PUBG ga maslahat berasizmi? Albatta maslahat beraman do'stlar. Kayf qilib o'ynashingiz mumkin. Lekin istalgan telefon 4 ta 5 ta kartka o'ynasangiz, u boshqa iloji yo'q qotmasdan. Tushunyapsizmi? Boshqa iloji yo'q. Siz qotmasdan o'ynayman desangiz, bilasizmi nima qilasiz? Orqasiga muz qo'yib qo'yishingiz kerak yoki bironta cooler qo'yib qo'yishingiz kerak. Xullas, bu telefonni men sotib olishga maslahat bergan bo'lardimmi? Va sotib olishga maslahat bersam, kimga maslahat bergan bo'lardim? Birinchi savolimga javob bu albatta men sotib olishga maslahat bergan bo'lardim. Nega? Chunki, masalan, agarda men iPhone ishlatmaydigan bo'lib qolsam, biron kun borib, to menda tanlov juda ham katta, to'g'rimi? Samsung Galaxy bor, Pixel bor, undan keyin OnePlus. OnePlus bilan men birinchi marta tanishishim, do'stlar. Pixel bilan o'sha tanishman. Menga aynan Android olamida dizayni eng yoqadigan telefonlar bu Pixel edi. Ana endi menga OnePlus ning ham dizayni yoqib qoldi va hattoki OnePlus ning dizayni, qo'lda turishi, ishlashi Pixeldan ko'ra ham ko'proq yoqishni boshladi, do'stlar. Aytaylik, Timur Xatamov agar Androidga bo'lsa, qaysi telefonga o'tadi degan savolga javob, menimcha bu OnePlus 15 ga bo'lsa kerak. Va eng qizig'i bu hech qanday reklama emasdi. Bu telefon global versiya emasda bu. Bu telefonni men Azamxo'ja akadan o'zim so'rab olib keldim. O'zlarining telefonlari aka berib turing, bir kunga obzor qilay deb olib keldim. Ko'pchilik hozir yozishi mumkin. Reklamaga pul olibdi, u bo'pti. Yo'q do'stlar, yaxshi narsani haqiqatan yaxshi deysizda. Bu telefonni men boya aytganimdek, mana bunaqa jostki odamga maslahat bergan bo'lardim. Menga kuchli, eng topovoy protsessor kerak, menga kuchli batareyka kerak, tez quvvat olsin va maza qilib o'yin o'ynang. Topovoy telefon bo'lsin menda. Dizayni ham uyaltirmasin. Lekin men 1300-1500 dollar pulim yo'q. Shuni yarmi bor. O'sha odamlarga maslahat beraman, do'stlar. OnePlus meni quvontirdi, xuddi kechagi Ispaniya va Cabo Verdedagi vratari kabi. Kecha Cabo Verdening vratari ko'rdingizmi nima qildi? Вообще yorib tashadi. В общем, shunaqa rolik do'stlar. O'ylaymanki sizga yoqdi. Agar shunday bo'lsa, sizdan bitta like, bitta kommentariy va kanalimizga obuna bo'lib ketishingiz esdan chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek Timur Xatamov va Team Line keyingi rolikda ko'rishguncha.